Ma'lumki, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan respublikamiz bo'ylab dolzarb 90 kun loyihasi doirasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Har bir soha, har bir tuman, har bir mahalla va albatta har bir maktab hayotiga o'zgarish olib kiradigan amaliy harakat demakdir. Xo'sh, Sirdaryo viloyati xalq ta'limi tizimida bu tashabbus qanday aks etmoqda? Keling, mana shu savollarga javob izlaymiz. Davlatimiz rahbari tomonidan o'quvchilarimizni yozgi bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Zarur 90 kunlik e'lon qilindi. Ta'lim muassasalarimizda Zarur 90 kunlik doirasida barcha sport turlari va o'quvchilarning qiziqishlariga qarab fan to'garaklari, qo'shimcha kasb to'garaklari joriy qilindi. Bugungi kunda 18 ta ta'lim muassasamizda 14 mingdan ziyod o'quvchilarimiz Zarur 90 kunlik to'garaklariga jalb qilingan. Bularda to'garaklarni tashkil etilganlari 12 ta fan to'garaklari, 4 ta sport to'garaklari hamda 6 ta kasb to'garaklari tashkil qilingan. Qolaversa, bu o'quvchilarimizni muzeylar hamda teatrlarga tashrif buyurish uchun alohida madaniyat to'garaklari ham tashkil qilingan.